Assalomu alaykum aziz Ay yulduz tomoshabinlari. Bugun biz sizni oddiy, iliq va osoyishta dunyoga, tabiat, chorva mollari, loy uylar va tog'lardagi kichik choyxonalar bilan hayot kechirish hamon mantiqiy bo'lgan an'anaviy turk yaylovlari qalbiga va qishloqlariga olib bormoqchimiz. Ushbu videoda biz eng og'ir sharoitlarda yashayotgan, qalbi xotirjam, qalbidan tabassum bilan yashayotgan insonlarni uchratamiz. Tandirda non pishirishdan tortib, chorva parvarishigacha, tungi yig'inlardan tog' choqqalardan azon sadosigacha. Agar siz an'anaviy hayot, mahalliy madaniyat va beg'ubor tabiatga qiziqsangiz, ushbu sayohat oxirigacha biz bilan qolib bizga qo'shiling. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling. Ey yulduz bilan hikoya endi boshlanadi. Tayyormisiz? Keling, yaylovga boraylik. Ular kunlarining boshlanishidan hayajonlanishadi. Ular Oz qishlog'iga piyoda borishmoqda. Bu safar Ay yulduz sizga Turkiya qishloqlarida hayot, baxt va yorug'likni his qilish imkonini beradi. Ushbu sayohatni kuzatish uchun ranginang va ko'pi kenangan qalam tayyorlang. Turkiyada qimmatbaho va ulkan Hind Senors Ozarbayjon kichik bir mamlakat suvdan ayran subtitr sifatida ko'riladi. Turkiyada u qishloq hayotida muhim va to'sqinlik qiluvchi kompleks sifatida ko'rilgan. Maktab ploysal kichik tas Ali vayron, Orkuns esaf muammolar og'ri tola ishlab chiqaradi. Ko'rinadigan raqobat endi modellardan foydalanmoqda. Kadi ham kotletlarni yuvadigan harunli pechkalar tayyorlayapti. Rtib istisno dans jimjitlik qizillar mashinalar ichida. O'rtada ishlaydigan Ayxanbey ko'prikdagi toza relslar orasidan uchib o'tish uchun mashinaning jannat kadi kalitiga ulangan. Ular bu joyni yer yuzidagi kichkina osmonga o'xshatishadi. Ularning Turkiyada boshdan kechirganlari juda oddiy. Tabiat va kommunizm haqidagi reaksiya, an'ana va minnatdorchilik. Chiroyli joyda, bu qishloqlar Istanbul va Anqara kabi yirik shaharlardagi qishloqlardan uzoqda joylashgan hayot kuchini taklif qiladi. Bu ularning Istanbul qishlog'ida boshdan kechirayotgan tabiat bilan munosabati haqida. Ko'p hayotda yaratuvchi yoki ishchidir. Bu ularning qishloqdagi hayotiga munosabati haqida. Gotongroyong madaniyatida odamlar bir-biriga yordam berishadi. Ularning Turkiyadagi qishloqlari tabiiy taomlari bilan mashhur. Odamlar tabiiy ovqatlar bilan mashhur. Ular hayvonlarni ham saqlashadi. Idishlar, itlar ularning oziq-ovqat ehtiyojlari uchun. An'anaviy ichimliklar. Bu kundalik hayotning bir qismiga o'xshaydi. Qolaversa, ular Turkiyada boshdan kechirayotgan xavf-xatarlar kundalik hayotning bir qismiga aylangandek.
Turkiyada yashaydigan qishloqlarda odamlar bir-biriga yordam berishadi. Bu qishloq hayotining bir qismiga o'xshaydi. Oddiy, sog'lom va mazmunli. Ko'p odamlar uchun qishloqlar zamonaviy hayotning stresslaridan qochish uchun joy. Turkiyada yashayotgan qishloqlarda ular o'zlarini hayotning, tabiatning bir qismidek his qilishadi. Ular yashaydigan qishloqlarda, taqalampir joylarda, zamin xonasida. Turkiyadagi qishloqlarda sinfni ertalabdan ko'ra jim turishga harakat qilinmaydi. Tarset mevalar boshqa ultimom missiyasi startlotkoyluri kabi temir tekisligiga tayinlangan edi. Qishloq yurishi ijtimoiy hayotning markazidir. Har hafta mahalliy aholi oziq-ovqatlarini sotadi. Mart qishlogida chivinlardan kuchli hid, kopikli kifte, shor qalampir va yangi tugilgan turkiy choy aralashtiriladi. Erkaklar choy ustida kundalik hayot haqida gapirishadi. Kecha-kechqurun Turkiyadagi qishloqlar osmoni chiroqlarga to'ldi. Kunning oqshomi chiroqlarga to'la, shahar chiroqlari bilan to'la. Asrlarga aylangan eski hikoyalar kabi. Turkiyadagi qishloqlarda yashash juda mos keladi. An'ana, tabiat va xilma-xil kommunizm. Osoyishtalik va unutilmas madaniyatning boyligi. Har bir qishloqda oddiy bir uyda, umidlarga to'la, asrlar davomida yashagan bir hikoya bor. Xo'sh, aziz do'stlar, Turkiyaning go'zal va sokin yaylovlariga sayohatimiz shu bilan yakunlandi. Hayot hali ham tabiat bilan uyg'un bo'lgan joyda va odamlar sodda, ammo sevgi va haqiqiylikka to'la yashaydilar. Agar sizga ushbu video yoqqan bo'lsa va biz bilan yanada toza, maxsus va madaniy joylarga sayohat qilishni istasangiz, Ay Yildiz kanaliga albatta obuna bo'ling. Sizning layklaringiz, sharhlaringiz va ulashishlaringiz bu sarguzashtli yo'lni davom ettirish uchun eng katta yordamdir. Keyingi safargacha tabiat panohida bo'ling va qalbingiz yorug'lik va sarguzashtlarga to'la bo'lsin. Ay Yildiz sizlar bilan xayr.